Hurmatli do'stlar, ikkinchi qavatga chiqdik. Xudo xolasa, ikki xo'jalik bo'ladi. 4-mikrofonda ikkinchi qavatda 3 xonali kvartiramiz. Xonalari alohida bo'ladi. Yurtimizda xonalari 3 xona, 3 xona alohida. Nima desak ekan? 2 xonani pulini 3 xona joy yurtdoshlar. Yurtimizda Sanvizilda bu hojatxonamiz bo'ladi. Hojatxonamizni yurtimizda hojatxonamiz ham Sanvizilimiz ham alohida. Hamma narsasi alohida. Bu yanımıza kelaversak, bu yanımız ayollarimiz shoshxonasi bo'ladi. 6 metrlik zakrytiy balkoni bor, berimizda qato'lam turibdi. Alohida. Do'stlar, 6 metrlik zakrytiy balkoni bor. Bu yanımıza kelaversak, bir xona, 2 xona, 3 xonasi qoldi. Yurtdoshlar 3 xonasi. 2 xonani pulini 3 xona yurtdoshlar bemalol telefon qo'yinglar. Mana bu yerimiz mehmonxonasi bo'ladi. Bu yanımıza gelsek, bu yanımızda yana bir xonasi bu mehmonxonaning razmerida, mana shu razmerda bo'ladi. Bu yerda ikki katta ne bo'ladi, zal bo'ladi. Bir spalni bo'ladi yurtdoshlar. Bunda spalnisi bo'ladi shunda. Bu spalnisi bir bu yerni qarashtirib berishga bir chiroq kerak bo'lib turibdi bu joyga. Bo'lgani yurtdoshlar narxi ekranda yozib turadi. Bemalol telefonlaringizni yutib qolamiz. Prixoshga zonamiz ham katta beramiz. Bu yerda prixoshga qo'yadigan nemiz ham bor. Mebeldan o'ttirib bersangizlar, ham chiroyli bo'lib turadi. Do'stlar, yana ko'chmas mulklar ko'rishingizda, xudo xolasa telefon qilavinglar, like, podpisatsiya so'rab qolamiz yurtdoshlar.